Ha, nimaga? Mana belim yerga yopishib ketdi. Bir odamlarga o'xshab men ham bir devorlarda, spalnilarda yotamanmi, yo'qmi? Ota bobong mana shunga uxlab katta bo'lgan hech nima qilmaydi-ye. Ota bobon deb jonga tegdingiz. Zamonga qarang, bunday bir odamlar kreshlarda, kachilarda uxlayapti. Xotinjon, o'zing xohlagandek zamonaviy span orzularing inshaalloh yo'q. Mengami? Senga yo'q. Shuni siz zamonaviy spanningiz. Mana yo'lga chiqyapman, uzr, ozgina kech qoldim-da. Urmag'uri, bu pason bo'lib qayerga ketyapti? Telefonga gaplashganim uncha chiroyli deb o'ylamovdim. Hayotga yomon chiroyli ekan bu. Voy, ular nima bo'lmaydi? Ha, ushlab oldimmi? Xilvat joyda nima qilyapsiz, ha? Nomard, xiyonatkor. Qanaqa xiyonat xotin? Men uyimizga mebel zakaz qilgani keldim. Ayting Shohruh aka. Apajon, o'zingiz bo'lsangiz o'zi hammasini tushuntirib beraman, apajon. Bizning aka fabrikamizda mebel kesish hamda o'rnatish xizmatlari mavjud. Kompaniyamiz faqat mijozlarga emas, mebelchilarga ham baziz dasturda chizib, kesib, kromkalar teshib, yetkazib ham beramiz ular. Ana! Yasha! Qachon boshlaysan, uka? Mijozlarga bir kunda kesib, ikkinchi kun o'rnatib beramiz. Ana! Bor ekan shunaqa oson yo'li. 15 yildan beri qotgan polizda yotaverib, bellarim grijaga tiqilib ketdi. Sizga tegib nima ko'rdim, alabuji. Boshla uka, tezroq qil. Men 4 kunlik chog'imda Ispaniyada yotib o'lsam mayli. Ketdik. Chol, qo'ying, kelin kelsa qiladi shu ishlarni. Kelin endi yer og'darmaydi-ku, devona. Og'daradi. Ha, men qilganman-ku vaqtida. To'g'ri, onasi mana bularni hech bo'lsa maydalarni shiprimdan art to'g'ri. Kelin kelsa qiladi. Sen kelin olapsanmi yo mardikor olapsanmi? Yo, kelin olyapman. Kelinning tarjimasi mardikor. Shuncha uy-joylarni shuncha sharoit qilib berib qo'yib, endi taltaytirib yotqizib qo'ymayman-ku, Manga qarasam, uni kechqurun ham uxlatmaysanmi? Yo'q, nima uxlaydi? Men qanaqa kelin bo'lganman, dadasi? Esingizdan chiqdimi? Yarim kecha soat 2 da xotin kelindi deganlarsiz esingizdan chiqdimi, ha? Oho, xotin avloddan kim ekan? Onam, otam, Ali tog'am, Farqot tog'am, Uchqun tog'am, To'lqin tog'am, Gulola xolam, Hilola xolam, Gulchehra ammam, Sherali yaznam. Oho! Meni qarindoshlarim kelsa borki to'ydi, yarmini ko'taradi bular. To'yona bilan keladi. Sizga o'xshab ham qilib kelmaydi, kelin deb. Eri avloddan kim ekan? Qaynotam, qaynonam, Sanobar xolasi, Muqaddas ammasi, 4 ta xolam, 4 ta mani ammam bor-ku. Ha, oiladan bitta yetadi endi. Hammasini aytsa qayga o'tirqizam? Boshimgami, dadasi, G'aybulla Tursunov, Ulug'bek Yulchiyev, o'shalar qarindoshlarim ham bor mani. Yo, bular tirikdagi qo'shiqchi-ku. Birrovga chaqirasiz bularni. Bular nima bu tomonga qo'shmading? Pulini siz to'laysiz-ku, tavba. Chizgan chizig'imdan chiqmang, dadasi. Bir dunyo qarindosh urug'ingizni yetaklab kelib, mana bu yerda ajnabazim qilib tashamang. Meni gapimdan chiqib 102 bo'ldi-ku mana. Mana qara, agar bunaqa to'y qilayotgan bo'lsang, o'zing qilaver. Men qatnashmayman ham, umuman bormayman, tushundingmi? Xafa bo'lmang, dadajonisi. To'ydan orttirgan pulimga kelgan mehmonlarni dasturxoniga bitta mana shu parashotdan qo'yib yuboraman. Ayrimlarga o'xshab latta-pitta qo'ymayman. Men eng keraklisini qo'yyapman. Kelgan mehmonlarni parashotga berasanmi? Hoy, nima deganingiz bu? Bu Koreya mahsuloti, aylanib ketay. Ko'pim kapsulasi, oq ko'ylaklar oppoq qizillarni, qip-qizil qoralarni qora qiladi. Buni hidi 2 kunlab ketmaydi. Atir sepib olgan deydi hamma sizdan. Bu bilan yosh bolalari kiyimini ham yuvsa bo'ladi. Allergiya chaqirmaydi. Eng tozasi, eng zo'r originali faqat ko'pim kapsulasi. Hammasiga berasanmi? Faqat kelganlarga beraman. O'zingizga berganingda. Ashida, men nima deyapman? Ha, boraylik. Qanaqa borib yutaling, bir gapga qo'shmaysiz, Bidis qursin, bir soatdan beri mashina ichida nima qilyapti bu desam, begona ayollarga lash bosib o'tirib. Xotinjon, onam-ku, onamni tomosha qilaman-ku. Onangni o'lganiga 10 yil bo'ldi. Mana qatish, ahmoq qilyapsan, mana qatish. Meni nega tushunmaysan? Men shunchaki qiziqish uchun like bosaman-ku. Like bosmang. Bo'ldi, meni kechir bosmayman. Men sizni o'ylab ustimga bir yangi ko'ylak ola olmayman. Ol qancha ekan o'sha ko'ylak? 2 million. 2 million. Ammo ol. Jonim, kechirishingga
arzimayman. Canım desem canım çıksın endi. Sizni deb men oyog'imga bir oyoq kiyim ololmayman. Qancha ekan o'sha oyoq kiyim? 4 million. Oyog'ingning narxi ham shuncha bo'lurmi hay? O hay. Men buncha qo'ng'iroq qilasam o'zim qo'ng'iroq qilaman dedim-ku. Xavotirolma. Daniel'dan xotin qancha kerak? Ana dadajonisi, sizni zapallaringiz deb meni uyim ham bit bo'ldi, o'zim ham bit bo'ldim. Mana aqva shifobax suvlari uyimda tursa devdim. Agar pochkamda tosh yig'ilmasin desangiz, faqat aqva shifobax suvlardan ichish kerak. Bu yutallarga ham davo. Bu kurini go'r to'g'irlarkanda. Nima xohlaysan xotinjon? Yana nima xohlasam ekan, ha? Ha, onasi keldingmi? Bitta ovqatga qo'rg'onch qoldi. Ishi dardingiz oshqozon, kuydirdingiz meni. Ajrashamasizda ne? Ha, yana nima bo'ldi? Gapdan kelyapsiz. Kimnidir eri Malibu, kimnidir eri yana iPhone 17 olib berdimi? Nima bo'ldi? Ha, olib berdi. Siz menga bir dona bir munchoq ham olib berolmaysiz. Hoy qizim, qoshing terma, ersiz qolasan. Noningni qizartirib yop. Pazanda bu, ersiz qolasan desa, er degani zo'r narsa deb o'ylabman. Hech ham zo'r emas ekansiz. Bu er degan alpomish bo'lsa kerak deb o'ylabman. Alpi ketib bishi qolgan. Detingiz qursin sizni. Dugonalarimni eri tug'ilgan kuningga sovg'a deb 6 kunga Malayziyaga chipta olib beribdi mana. Men enamni uyi, erimni uyi. Enamni uyi, erimni uyi. Boshqa hech qayerda ko'rganim yo'q. Bajaringiz qursin. Gapirib bo'ldingmi? Cho'rayibdi ovqatni qay. Qorin och qolib ketdik. Men qarang, qo'ying endi yozdi kuni kim ketmon chopadi, ye. Men jiyanim iPhone telefonini olib kelaman, korobkaga solib, "Men xotinjon deb menga sovg'a qilasiz. 17 Pro Max sangiz sovg'a deysiz." Keyin uni videoga olib, dugonalarim gulpas deb tashlayman. Qanday? Yolg'onki bu onasi. Qarasa shu fikrlash doirang bu to'g'rida sani. Biliming yo'qda qarab, gapirgan gapingni qara. O'misan, onasi bilasanmi shuni? Bilaman. O'qiyman deganimda, o'qish nima kerak qiz bolaga? Erga tegasan deb dadam sizga berib yuboruvdi. Esiz aqlim bo'lganda o'qirdim. Bugungi aqlim bo'lsa. To'xta qop, onasi hali ham kechimas lekin. Mana onajonisi Renaissance ta'lim universiteti. Universitetda o'qiyman. Ha, onajonisi. Dadasi, ama 40 dan oshganman-ku, bu universitet meni qabul qiladimi? Onajonisi bu o'qishda 18 yoshdan boshlab to 108 yoshgacha qabul qilishadi. Bu joyda qulay tomoni kunduzgi va kechki ta'lim bor ekan. Eng dahshati 2 yil o'zimizda o'qib, qolgan 2 yil chet elda o'qisang bo'lar ekan. Ha, Buyuk Britaniya, Turkiya, Xitoyda o'qisang bo'lar ekan onasi. Meni erim Renaissance universitetiga o'qishga olib kirib qo'ydi. Ey dugonalar, yuraveringlar, men Malayziyaga borib dam olaman deb. Men ham o'qiyman, ham sayr sayohat qilaman. Ha, ajab bo'lsin. Dunyoda yagona er meniki. Qaysi er sizlarni Renaissance universitetida o'qib qo'ydi? Hay dadasi, rostdan o'qiymanmi ishqilib? Dadasi! Yo'q, onasi. Dasturxon boshida ursak, internetda ko'rdim, uydan baraka qo'shiy ekan. Kambag'al bo'lib qoldi ekanimiz. Ha, umuman fayz baraka bo'lmay ekan. Ha, sanab xudoylashib ketdi ekan. Xudoylashib ketar ekanmanmi? Ha, mayli. Oy dadajonsi, oy. Choy O'zi dadajon, o'zim choy beraman. Aynan, onajonisi. Ehtiyot qiling, xo'pmi? Eng aqlli xotinim bor. Nima? Uyga yuring-da. Naraqa yuring? Keling. Nega meni piyolamni sindirasiz, a? Jonimga tegdingiz-ku siz. O piyola bilasizmi, meni dugonalarimdan esdalik edi. Chil bo'lib sinib ketdi-ku. Bu piyolachalik ham qadringiz yo'q o'zi bu uyda. Nega piyolani sindirasiz? Ketagina choy ichamiz. Mana. Ehtiyot. Avaylab keling, xo'pmi?
Yuring-da uyga. Yuring-da. Yanam. O'jon. Ama atalab qilmadim-ku. Nega menga qarab aks surasiz? Sizda bir qanaqadir virus bo'lishi mumkin. U menga yuqib qolsa, men o'lib qolishim mumkin-ku kasal bo'lib. Odam degan yoqqa qaraydi, bu yoqqa qaraydi, bo'lsa og'zini qo'li bilan yopib, "Alva" demaydimi? Nega meni yuzimga aks surasiz? Buni ketib o'tamiz. Bo'pti, u yoqqa boraylik-ku. Xotin, Ha. mana qara. Gapiravering, ey. Bitta mana qara. O, gapiring, ey. Qara ko'p qarasang gap. Voy, pasam bu qayerga boryapsiz? Ular ishxonamizda xo'jayin mana kafeda bayram qilib yotibdi, shunga chiroyli kiyim kiydi dedi. Yarashibdimi kiyimim? Bitta yarashmagan. Bitta eski eshakka yangi to'qim bo'lganday bo'lib o'tiribsiz hozir. Xafa bo'lmang, dadasi mana rangi tushmagan umuman. Ovoz moda-ku, internetda ko'rdim-ku. Internetga ishonmang, meni ko'zlarimga ishoning, dadasi. Boring nariyoqqa. Jo'gini yeriga o'xshab o'tiribsiz. Yarashmaganmi? Yarashmagan, umuman yarashmagan. Bo'lmaydi bu. Bo'lmaydi. Mana bu xotin. O'zim tadizdi borga xudo urib o'rganda dadasi. Endi manani qarang endi. Rangiga tushmagan, ey. Kastingizda yechingda. Mana. Nima bola, mana qorinda kirgizing, ey. Voy, xuddi homilador xotinlarga o'xshaysiz. Voy, anani ko'tarib yormang. Voy, iyagingizga kirib ketadi hozir. Bitta aylaningda. O'zi meni xudo urgan ekan dadamda borku. Almashtiring, ey. Bolam ne bo'ladimi endi? O'zi sizga borku, umuman kiyim yarashmaydi. Siz ana hindularga o'xshab barg'osi yuring. Yarashmagan. Endi qanday? Mana bular ekan-ku. Shu yarashdimi? Ha, xuddi jentelmenlarga o'xshab qoldingiz dadasi. Yo'q, Ruslanmi? Ha, ana endi ketavering. Ayol foydasi yo'q. Mana Bo'ldi, bayram tugab bo'ldi. Tugami? 8 soat zamon kiyintirding-ku. Yaxshi bo'pti dadasi. O'ting, o'zimiz bayram qilamiz. Bitta osh damlang. Men siz qanday ishlar qilasiz? O'zim yozib bilmasam, bo'lmoqchi edim. Shuni ko'p ko'rdim. Ketaman. Vo. Ketaman ularga. Bo'ldi. O'zing o'shing. Ana go'zal ayollar, sizlarga bitta lifehack. Ishxonadagi go'zal ayollar bilan kafega jo'natasizlarmi? Jo'natma. Nimaga keldingiz? Onajonisi. Onajonisi demang, o'ldi onajonisi. Qadamingizni bosmang deganman, turqizni ko'rmay deganman. Keting. 20 yildan beri dansani bitta gulam, bir ro'molon olib bermanman onasi. Aybimni yuvish uchun men seni bugun xursand qilmoqchiman. Qara. Dadasi, mengami. Senga o'ylaysan. Xotinimga bor ekan-ku, kun bor ekan-ku, men bechara shu ahvolda o'lib ketsam kerak dedim. Voy dadasi, kechirdim. Nega qalbim og'riq, nega ko'nglim xira? Yerim mashina berdi menga, O'zi menda hamma ayb. Siz juda ko'ngli toza, pok inson ekansiz. Meni qalbi kirlashib ketgan ekanman. Noshukur bo'lgan ekanman.
boriga ham yo'g'iga ham chidalmagan ekanman dadasi. Voy, er degani zo'r narsa ekan, bilmagan ekanman. Meni erim butun dunyodagi erlar ichida yagonadir. Menga 9li sovg'a qildi. Shunday xursandman. Hammaga ham shunaqa er nasib qilsin. Bo'pti, erimga qarashim kerak. Aka, ne telefoningizni olmayapsiz? Bering kalitni do'mbasiga. Mana. Bering kalitni. Meni mashinamni kimga berib yubordingiz? Avtoprokatdan 2 kunga arendaga oldim-da. Shunga seni olib keldim. Endi ko'p 2 kun xursand bo'lding-ku. 2 kun xursandchiliging 20 yilga yetadi, xotin seni. Ha, nasib bo'lsa tirik bo'lsang, yana 20 yildan keyin yana 2 kunga olib beraman. Hali siz menga prokatdan mashina olib berib ko'nglimga yoqmoqchimidingiz? Bukurini go'r to'g'irlaydigan rost ekan. Qorangizni ko'rsatmang. Mana qarang, sizlarda bir 2 kun yotishga joy yo'qmi? Yo'q aka, biz mashina parakatga beramiz, joy emas. Ko'chada qoldik-ku. Onasi. Nima deysiz? Jonga teydingizku. Hozir shoshmay turing, gaplashing. Gaplashsang kim deydi? Mayli, o'rtoqjon, keyin yana mazza qilishamiz, xo'p. Bo'pti. Nima? Mening bitta rasmni ol telefondan ishxonamga hujjatlarga kerak ekan, 3 4 rasm kerak ekan. Shu Telegramdan olib tashlab yuboraman-da. Rasmni ol meni. Shumi? Shu ishga arzimagan ishiga keyinroq tushsagan bo'lardi shu rasmga. Turing. Basharani qara. Sal gavdani ko'taring, sal gavdani. Sal dedim-ku. Sal o'nganingiz. Voy, mana jag'ni nima ko'tarasiz? Burningiz teshigini qarang, shatdi burnidan ham katta. Sal shatkani olib tashlaychi, shatga soyasi tushyapti-da. Voy, keyin bu peshanami, boshmi bu? Shu keyin shatkani odam bir nenchi deyapman sizni basharangizga. Turing, qoshingizni nimaga ko'tarasiz? Pastroqqa tushiring. Qoshingizni ko'tarsangiz burningiz teshigi kattalashib ketyapti. Endi nima bittasini ko'tarib, bittasini tushirasiz qoshni. To'g'ri turing, bu dokumentga rasmga tushyapsiz, dadasi. Og'zingizni yoping. Yo'q-ku o'zim. Og'iz ochiq. Senga gapirsam o'chib ketyapti-ku. Qilishmay turing. Sal qoshingizni pastga tushiring. Xo'mraymang, sal. Voy, jag'ingizni og'zingizni yoping, og'zingizni yoping. Jag'ingizni pastga tushiring, yana burningizni teshigini qarang, eshakni. Bunga qilgandan keyin ochiladi burnim. To'g'ri turing, bu dokumentga rasmga tushyapsiz, dadasi. Nima bolasiz, qamoqqa tushyapsizmi siz? Sal kuling. Sal kuling desa, eshaknikidek ochiladi mana og'iz. Gavdani ko'taring, ha. Ey basharasi. Men tekkan ekanman-da, xudoyim. Og'zingizni yoping. Yo'q-ku og'zim. Shapkangizni yeching-da, shapkani yeching. Turing, jim turing. Jim turing. Mana. Bu. Burnim teshik katta emas ekan-ku. I got nothing to lose. When I'm down, you can bring me up. Kal sochingizni yoqdan beqob qaravermang, ha deb. Senga bu ham kam. Nima qarang dadasi? Erkak kishiga 3 marta omad beriladi degan. Sizga biron marta ham berilmadi.
erkak emasmisiz yo? When I'm down, you can bring me up, 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 up. And when I'm hurt, you know I don't need much. Hozir. Hozir. Ketib qolmang. Anama bo'pti kuyib yonsam, kelma deysan ortingdan borsan. Romatxon. Menga yo'l topolmay. Hozir qahramon aka qoldi. Yo akay qilyapsanmi? Har kuni sarsamma. Voy vo, juda osmonsan voy vo. Voy vo, nega tanlasan voy vo. Voy vo, juda osmonsan voy vo. Qahramonjon qoldi-ku. Chiroyli ko'ylak kiyyapsan, o'zingga oro beryapsan. Mani yuragimni yoqib, o'zingcha tannoz bo'lyapsan. Chiroyli ko'ylak kiyyapsan, o'zingga oro beryapsan. Mani yuragimni yoqib, o'zingcha tannoz. Qahramon aka? Qahramon aka? Qahramon aka ketib qoldingizmi? Qahramon aka? Yana ketib qoldi. Mana ularni bilmayman. Qahramon akam ketib qoldilar. Dadang. Qahramon aka, bu bashara meni basharam emas. Meni basharam boshqa bashara. Ko'rsataymi basharamni? Mana bu basharani ham ko'rsatma. Yo, qahramon aka, meni basharam yaxshi o'zi basharam. Keling uyga. Yeb basharangga. Voy vo, juda osmonsan voy vo. Dadasi, Ha, ana mashinani jichchagina uryapman-da. qancha? Dadajonisi, bilinchi pishirdim sizga deb. Faqat jichchagina tuzi-ku. Jichchagina. Jichcha emas-ku bu xotin. Ana tuzli paket qo'limdan tushib ketdi-da ichiga. Xotin, ovqat qilmadingmi? Ana jichchagina uxlab qolibman-da. Qancha? 10 soatgina. Dadasi, bozordan jichchagina narsa oldim. Qancha? Mana. Jichcha degani bu ko'pmi, kammi? Kelishib olaylik hozir. Dadasi, jichchagina gapim bor. Men bitta validol ichib olay. Xo'p, validol kelib ichasiz. Yuring. Man bankingga kiring. Jichchagina narsa o'rgatarkan, jichcha kunda, jichchagina pulga. Mana dadasi, qarang. Jichchagina kunda shuncha taomlarni o'rgatarkan, 2 kunda hammasini o'rganib as bo'laman. Va sizga har kuni jichchadan pishirib beraman. Xotin. Jichcha yesam maylimi? Jichchami? Ha. Rossiyada o'zbekistonlik erkak 7-qavatdan tushib ketgan bolaning hayotini qutqarib qoldi. Akaga pul berdim, mana pul. Nima qilish kerak? Buni mana bunaqa qilish kerak. Dadasi! Dadasi! O'tiringda! O'tiringda! Dadasi! Dadasi Rossiyaga ketasiz. Hozir ketasiz. Borib, stroy
stroykada ham ishlamaysiz. Suvarchilik ham, malyarlik ham qilmaysiz. Dvornik bo'lasiz, dvornik bo'lasiz. Mana hayronlar tepadan bolani ushlab olib, qarang milliarder bo'lib ketdi. Siz ham dvornik bo'lib, faqat yuqoriga qarang, tepaga qarang. Biror nima tushib ketsa, shartta ilib oling, xo'p, yuqoriga qarang, yuqoriga qarang. Dadasi, umidim sizdan katta. Boy bo'lib ketsak, mana uylarni qaytadan remont qildiramiz. Yuqoriga. Dadasi, remont qilamiz. Yuqoriga qarang dadasi. Ha. Topishlarni almashtirib. Ay boy bo'lib ketsangiz o'shalarda tufli olasiz. Yuqoriga dadasi. Yuqoriga qarang. Ana dadasi, nima qildi? Ildingizmi? Tushmadimi? Bugun hammi? Mayli dadasi, yuqoriga qarang. Yuqoriga qarang. Noumid shayton. Umidimiz katta sizdan. Hammaga kulgan baxt meni yerimga kulmaydi. Bashariyamiz kuladigan bashar emasda. Ala dadasi, tushdimi? Tushmadimi? Nimaga hammaga tushgan narsa sizga tushmaydi? Yuqoriga qarang, yaxshiroq qarab yuring dadasi. Ana tushyapti. Ana tushyapti. Ana. Nima ekan bu? Axlat tushibdi-ku. Hech bo'lmasa bir pishak-pishak tushsa ham mayli edi. When I'm down, you can bring me up, 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 up. Erkak bo'lmay o'l. Nimaga urding o'zingni ayasi? Betlang qursin sizlar. Odam sharmanda qildilar. Xuddi birinchi marta uylanayotganda nima jirt-jirt qilasan? Menga o'xshamadi bu. Bor kelinni oldiga aka. Yo'qol. Nima pulni sochasiz? To'yxona deb hamma pulni sochdi, sotdi o'zingiz ishlab topganda, ja indamasa raqqosani ko'tarib o'ynadingiz? Ha? Ichgan ekan raqqosa. Siz nimaga ishdingiz? Bir o'zi ichishga qo'rqar ekan. Oq ko'ngilga men yordam berdim. Ya ko'nglingizga qo'tir jamasho. Boring to'yxonani tozalab keling. O'rtoq, shundoq kirasan, birinchi asalatasan, keyin tuxumni qaynatilgan bu. O'shandan 4 ta ye, beling baqvat bo'ladi. Ha, bete qursin mol. Bu ish bugun emas, tushundingmi? Turing qol berdim. Ko'p yashang kelin. Ha, endi kelinjon, bu uyda qonun qoidasini sizga tushuntiradigan bo'lsak, dadajoningiz mana bunaqangi shirinliklar yeyolmaydi. Endi bankim bekirikni shirinliklaridan, salatlaridan va kalbasalaridan yeydilar. Bankim bekirikni nonidan yeydi. Endi u yerda nonni xamirtirishga bo'ladi-da, drujali non yesalar, ijogasi qaynab ketadi. Bizning xonadonimizda erkak bosh. Hech qachon erkak zotini ko'ziga tik qaramang. Biror marta gap qaytarganmanmi? Gapiring bunday bir Yo. Qaytarib gap bilan so'ganu, lekin gap qaytarmagan. Xo'sh, kelin bola choyni bir yangilang. Sanqaga. Oshxonani ko'rsatay. O'zi iskab topib olar. O'tir. Xo'p. Illallamay o'l. Qara o'rtoq, shomdan keyin ko'chaga chiqmasan, chillalaysan, xonaga romantik muzikacha qo'yasan, xonani nim yoritib qo'ysang, hammasi. Ha, bete qursin, sharmanda. Toza rasvo bola ekansan-ku. 20 yil oldin qayda eding? Ana ho'kizga o'rgatarding. Meni kunim faqat qoraxonada o'tib ketdi. Nim yorug'ligini qaydan bilaman? O'rgatana ho'kizga. Men bilaman-ku. Bitta kakkacha bering. Kakani qaydan beradi bola bo'lsa, toboqsa. Bulbulidan deydi. Ey bulbul. Jonim. Bermagan qara. Ha, oyijon. Ana xotinchangga ayt. Beshikka belasin bolani. Beshik bolasi bek bola bo'ladi. Tushundingmi? Xo'p, oyijon, aytaman hozir. Xotin. Eshitdim. Sumak qisadi. Yerda yotsin. Bir marta bo'lsa ham yotqizaylik. Tushundim. Ey, bolani olib chiq. Nimaga? Tuproqqa cho'miltiramiz. Inani qornidagi juni to'giladi. Tuproqqami? Olib chiq deganiga olib chiq. Bekorlarda aytibdi. O'zini junini to'ksin. Infeksiya tushadi bolaga. Ha? Yaxshi. Shu bolani olib chiqaylik, ayam bekordan bekorga aytmasa kerak. Yo'q. Aya bola uxlayapti ekan, jun to'kilgan ekan-ku o'sha. Ha. Xotiningga ayt, pampers kiydirmasin, kichkina bo'lib qoladi. Pampers kiydirmasam, kecha siyib qo'yadi, nima qiladi, beli shomallaydi, o'pkasiga o'tib ketadi, pandemiya bo'ladi. Ey, tomog'ini tiysin, torbiz yemasin, bolani ichi ketadi. Arpa badami chepdi.
O'lib ketlaring bo'lmasa. Oldin kelgan oldin ketadi. Tashlab bermasin. Yemissin bolani. To'ymayapti. Yashaylar sizlar, yashaylar. Mana endi bola och, nahor yotibdi pashsha talab. Sizlar mana endi nimani beray, uni ber, buni ber deb yotibsizlar. Kelishib olib, keyin tug'inglar, nima qilasizlar mana bunaqa qilib tug'ib? Mana bechora ota ham sarson, sargardon bo'ldi bechora. Turing, bitta emizing, yo sut bering, qornoch qolib ketdi. Mana ichaymi yo, ha? Issiq bu ham, ey. Bormi? Nimadir mana shu nam mana, onasini yemsin. Nam mana. Vay bana 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 vay vay bana vay. Jam ishlar. Nimaga? Pastda bitta qo'shni bor, shovqinni yoqtirmaydi. Bizga per. O'zi chiqsa hammamiz dabdala qiladi. Nimadan qo'rqasan? Yeb boyi chiqsa, ustani bo'rilar qo'rqmaydi. Keldi-ku. Yo'q, nima kelsa qo'rqasan? Duh. Zачем шумереваешь? Nima? Zачем to'palang zelает? Не кричи, бахраsan. Иди отдыхай дома. Чего? Ты меня? Твою Чак Норрисmi bu? Yaxshimisan? Qattiqdan urdi. Shunga shunchami? Oltariq deysan. Olmaliqmi? 11 Robert deb. Nima keladi o'zim? Keldi ana. Keldi. Я тебе что говоришь? Что говоришь? Я тебе не надо тыкыр-тыкыр, дукур-дукур, гыр-гыр, дук-дук. Чё зелёешь? Кечирasiz, opajon. Иди ты на твою мать. Чего? Сегодня хорошо день. Пятница. Иди гулять. Не нервничайте, пожалуйста. Только улыбиться. Nega sensiz yotaman, seni boshdan o'taman. Nishon gelma deshima, qaytaroq yotaman. Иди на парк. Nishon gelma deshima, Do'stim, kepda trade qilaylik. Kimni ko'zi ko'rinar ekan? Творожный блинчик. Педагог.